Hurmatli do'stlar, kimga qanaqa zapchast kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Dastavka xizmati kelishgan holatda pulli hisoblanadi. Elektronli, bezli, skuter 3 oyoqli motor zapchastlari hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu 3 oyoqli passajirni odam tashiydigan skuterning oldi abisovka qismi hisoblanadi. Keyingisi Dugali Tesla modelda korpusi, bu modeldagi skuterdan любой zapchast topiladi. Uni oldi farasi hisoblanadi. Keyingisi bezli tank skuterlarning oldi krilo qismlari. Bu motorimiz 26 razmerlik velosipedli skuterlar bo'ladi. O'shaning motori hisoblanadi. Bundan ham sotuvimizda bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yangi chiqayotgan skuterlarda orqa krilolari, keyin juda mashhur Li9 skuter deyiladi. O'sha skuterda plastmassa korpuslari bor. Bundan ham keyin universal migalarimiz 1500 taligi. 5 ta akkumulyatorda ham, 6 ta akkumulyatorda ham o'qiydi. 40 amperlik hisoblanadi. O'zida ulanish sxemalariga yozib qo'ygan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana bunday turdagi tablolar, orqa faralari mana. Hozirda juda mashhur bo'lgan o'sha Redline skuterlarda orqa farasi, tablolari mana. Bundan tashqari oldida turadigan mana bunday qo'shimcha ledlari o'sha Redline skuterda. Bu ham ko'p joyda yo'q sotuvda, bizda bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, Tesla skuterda qanaqa tablo qismi hisoblanadi. Keyin mana bunday turdagi chiroyli ko'rinishiga katta jidkis tormoz urishga hisoblanadi. Bundan ham bor. Litiumli akkumulyatorlarda zaryadniki, bulardan ham bor. Bundan tashqari, xo'p, mana bunda 3 oyoqli skuterlarga oldi kabinalar ham bor. Korobkada oldi farasi, bu ham porni komplekt bo'ladi, dvornilargacha ichida bo'ladi. Tagida qatiradigan temirlari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. O'zimizning manzil Andijon viloyati Shahrixon tumanida, Shahrixon tumanining markaziy futbol stadioni yonida. Ko'rib turganinglar, u shu ko'k tom, yashil tom stadionda oldi bo'ladi. Biz o'zimiz ro'paramizda Angels fast food xonasi bor. Kelamiz deganlar uchun lokatsiyalarimizni tashlab beramiz.